Doktoramda şu bu Xitaylarniki bu casusluk guruh hamda yotkilishchan harakat mashinaning ichiga ko'rdingiz butunlay. Mashinaning ichiga o'rlashtirgan narsalar bilan xohlagan yerga berib hatto Istanbulda emas shu xabar berilganda 5-6 shahar hamda. Bu yerlarda hamda shu mengib yurib hamda o'z nishonlagan ham Uyg'urlar hem Uyg'urlar bilan aloqa qilgan Türkler mesela. Hazır mesela Türkiye'de nurgulluğun mesela bütün şu Türksel bolsun nurgulları 4,5G'de işletildi mesela. Bu Xitaylarning bu hareketçan maşından çıksap koygan narsa bilan siz degandek agar de bu 2G'deki bir xatarlik yuchuq olsa 2G'da. Hazır köpünçe insanların qo'lida 4,5 yuqori mesela Türkiye'de. Hem mengip yurib turib, xohlagan yerga berib turib, mesela biz hech qanday xabarimiz yo'q holatda telefonning ichidagi nimalarni ala oladi mesela. Qanday oladi mesela bu nuqtadan. Endi ben abaylığı bu burundan tatip mevcut olan texnika dedim. Ameliyatda bu şu garip devletlerde ameliyatta qo'llanib kelayotgan bir xil usulchu. Buni men deyishni unutib qo'ydim. Şu 11 sentabr vaqasidan keyin bo'libmi shu Germaniya, Amerika degandek davlatlarda gumonliq insonlarninki ish harakatini kuzatish uchun bular maxsus mush texnikadan foydalangan. Bu ISMI signal tutqich degan asbobni ishlaydigan maxsus shirkatlar bo'lgan o zamonlarda. Hamda buni albatta bu asbobni setib olish uchun davlat buni yuqori darajada maxfiy tutib, buni kontrol qilgan uchun uni setib olish unchalar bir oson bir ish emas. Balki buni setib olish uchun ma'lum bir davlatninki bexatarlik idorasi ishlagan yoki bir nimalarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi vaqtida uni endi yasash yoki nima qilish burunga qaraganda oson bo'lib ketganligi uchun hozir bular endi shu asbobni o'zlari shunday ekan. Endi u masalan ayni vaqtida 2000 yıllarının başlarında mesela yoki ondan burungi mezgillarda şu davlat axborot organlari şu zaharli chekimlik atkazchilarini tutish yoki bo'lmasa jinoyat gumondorlarining izini qo'g'lash, ularninki shaykillarini tepish. O zamonlarda ko'pincha aloqa SMS orqali bo'lganligi uchun hatto bular saqchilarga mushundaq yo'tkilishchan asboblarni o'rlashtirib yoki ularning mashinalariga o'rlashtirib shu jinoyat gumondorlari mavjud bo'lib turayotgan yoki bo'lmasa Meksikadan Amerikaning chegarasidagi shu zaharli chekimlik atkazchilarini tutish jarayonida bular nihoyat ko'p qo'llangan. O dastlabki mezgillarda hukumat qancha bexatarlik organlari qancha maxfiy tutgan bilan bu ilmiy tadqiqot nimalarda bu ikkinchi avlod to'g'rida bexatarlik masalasining mavjud ekanligini keyin bular ilmiy doklad, ilmiy maqolalarda oshkorlab o'tgandan keyin oshkor bo'lgan narsa. Shunga bu mashinada asboblarni yo'tkazib yurib, buni ishlatish amaliyotda bu burundan tatib bo'lgan ish. Yangi ish emas. Xo'sh. Endi yangilik nima degan vaqtida bularninki shu maxsus ma'lum bir rayonga kelib shu atrofdagi Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan. Bu savol meningdan burun bir yig'indami so'ralgan. Shu yaqin atrofda Safako'yga Huawei'ninki nimalar paydo bo'lib qoldi, antennalarni ko'ryapmiz. Bizni kontrol qilish uchun qilganmi degan vaqtida men buni Turkiya hukumati bunga sagak bunday ishlarga yo'l qo'ymaydi degan. Endi shu vaqtda so'ralgan savolning javobi hozir chiqyapti. Demak, bular shu ko'proq o'zlari nima qilgan rayonlarga nayt keng doirada masalan biz Turk hukumatiningki, Turk istixborotininki e'lon qilgan materiallarni ko'rdik. Nurg'un shaharlarda, nurg'un yerlarda shu Uyg'urlar yoki bo'lmasa o'zi qiziqqan tashkilotlar yoki hukumat amaldorlarininki nimalarni atrofiga berib qolganligini ko'ryapmiz. Endi abay dedik, telefon davomli biz mesela yutkilib turgan bo'lsak, u bir antenadan yana bir antenaga yutkilib turdi. Mesela men bir küçük Çekmece'den İstanbul'a kirgeçe mangan bolsam, belki yolda men 100 antenadan atlab o'tishim mumkin. Men harakat qilish jarayonida mesela her zaman men uchur almashtirmay yoki bir narsa qilaman degan vaqtida her zaman atrofdagi yangi antennani izlaydi. Agar signal ojizlashib ketgan bo'lsa, kuchliroq bir antenna qo'llanib mangadi. Shunday bo'lgandan keyin yo'tkilib qo'nganligi uchun bular shu atrofga kelgandan keyin mesela ehtimollik bular nihoyat kuchli shaklda mesela her qanday bir telekom şirketlerinki belgilab bergan chastota doirasi bor.
Ma'lum bir chastota doirasida, masalan, Turkcellning ma'lum bir chastota doirasida bo'lgan bo'lsa, shu chastota doirasida nihoyat kuchli signalni tarqatgandan keyin Turkcellga bog'lanish tegishli bo'lgan telefonlar Turkcellning o'zining rasmiy antennasiga bog'lanmay, mana shu yolg'on asbobga ulangandan keyin demak ma'lum uningki ehtimolligi demak shuning orqali ma'lum bir uchur yo'llash, yana bir narsalarning ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun bularni davomli yangi asboblarni tutish, yangi asboblarning uchurini egallash, aning keyin uning kim ekanligi, nima ishlarni qilayotganligini dalillash uchun balkim bular yo'tkilib turgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Endi ikki joydagi bexatarlik yutuqlar vaqtida undan qanday foydalanganligi deganga asosiyatdan javob chiqib bo'ldi, doktor. Bu yerda Xitoy maxsus bir narsa ijod qilgan narsa ish yo'q. Faqat mavjud bo'lgan texnikadagi yutuq. Degan holda hozirgacha masalan hatto shu nima mutaxassislarmi dedi masalan nimada. Bundaq ishni masalan davlatning normalda saqchi organlarma o'z beshimchilik bilan masalan shu uni bilan jinoyat uchun tutish uchun yoki tekshirish uchun anglayolmaydi. Normalda chuqum shu sotchining shu belgilangan shu kishilarga anglasam bo'ldi deb hukm bergandan keyin ondan davlatning ichidagi davlat xodimlarimi masalan bexatarlik xodimlarimi shu sotxondan chiqqan narsaga asosan ham anglaydi ekanda, ham maxfiy shaklda. Bizning nima ish qilayotgan telefonda kimlar bilan paranglashayotganimiz degandek bu narsalarni. Bu shakllangan nomus bir narsa borchu. Raqamlar kishilik huquq deydigan bir gap bor. Bu hamda odamlarning kishilik huquqi bo'lgan bo'lsa, kishilik huquqqa xohlagancha daxl tarvuz qilishga bo'lmaydi-ku. Bu bir qism demokratik davlatlarda raqamli kishilik huquqi deydigan bir narsa bor. Demakchi o'g'limiz shu odamning xabari yo'q turib, shu odamning uchurini egallash, shu odamningki nada turib, nima ish qilayotganligini iz qo'g'lash narsasini qilish bu qonun jihatdan cheklangan. Buni bir demokratik davlatda shuni cheklaganligi uchun bir qism qonun organlari terrorga qarshi turish yoki davlat bexatarligini nima qilish bahonasi bilan telekom shirkatlarining xabari yo'q bu ishlarni qiladigan nimalar bo'ladi. Undan keyin xalqlarning jiq diqqatini tatmagan bir ish bor. Black Lives Matters deydigan bir gap chiqqan bir Amerikada. Qarlarning hayoti muhim deydigan bir harakat chiqqan. Nechta esingizda bo'lsa, saqchilar qarlarga zo'ravonlik qilib, ularni zo'ravonlik qilib o'lib ketgan ishlar bo'lgandan keyin mo'shining qarshi nimalar saqchi bular namoyishga chiqdi. Xo'sh. Bu saqchilarmi albatta qanchalik odamlar namoyishga chiqqanligi, ularning nima ish qilayotganligini bilish uchun ularning almashtirgan uchurlari qiziqadi. To'g'ri, hamda hozir SMS bilan uchur almashtiradigan ishlar bo'lgan ozlayotdi. Ammo shundaqdimi saqchilar masalan qanchalik saqchini nima qilish, qandaq mudofaa qurollarini ko'tarib berish degandek narsalarga qanda namoyishchilarningki aloqalashayotgan uchurlarni mushundaq texnikalar bilan anglab nima qilib qildi. Buni davlat ruxsat qilmaydi. Ammo bu saqchi organlari mushundaq yuchuqlardan foydalanib turib, qonun organlarining xabar yo'q ishlarini nima qilgan. Uning keyin bularmi saqchilarning nima shu namoyishchilar qanday qarshi taqobil turishiningki nimasini bilish uchun ular shu texnikani ishlatib, saqchilarningki nimasini kuzatgan bir ishlarni mediaga azroq chiqdi, ammo keng doirada chiqqan narsa emas. Demak, bu azaldan bor bo'lgan, endi borgan sari murakkablashayotgan, hamda dedim u tort nimasiniki borgan sari nusxasining yangilishiga ergishib, bu xil ehtimollik borgan sari tuvallab mangdi, ammo buning ishlatilgan texnika borgan sari murakkablashib mangdi buning. Ammo butunlay yo'q bo'ladi deyishga meningcha texi baldur. Chunki har qanday bir texnikaniki yuchuqi bo'ladi, balkim bu texnikani shundaq o'rlashtirganlar maqsadli holda ba'zan yuchuqlarni qoldirib qo'yish ehtimolligi yo'q deyilinmaydi.